Qolmang. Assalomu alaykum. Qandoq? Yaxshimisiz? Katta ko'rib ham katta. Uch keldingizmi? Bunda 3 kelamiz-da aka. Shu joydan 700 kilometrdan buzilma, shirkka buzilib o'tdi. Nasiba-da aka. Siz Xudo degan ekansizda. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalomu alaykum. Buni qo'liga qolgan ichgan. Ha, ichiga qolgan ha? Bismillah. Ichiga qo'yamiz, so'z ichiga. Voy. Ushadi, ko'rdingiz? Yo, u quplangani mayli, endi quplangani mayli. Maylimi? Ha, o'sha yechib bo'ldimda-mi? Ha, yaxshi. Biz kelishtirib o'zingiz qilib bering kaltagasiniz. Yo'q, bizni yasagandan ko'ra o'zingiz borganingiz sizga yaxshi aka. Uxlanmasa bo'ldi aka. Men endi qilib hali u quplanmasligiga endi kelamiz aka. Mana ko'rdingiz, mana mashina ortida zavod qilib yursangiz bo'ladi. Ilgari sovet paytida Jigulilarni bilsangiz, mashina qilib o'g'irlashardi-yu, elementini. Men hozir shu holat bo'lyapti. Kinolarga ko'rardik-da, shu o'g'irlab bundan anaqa qilardi-da. Shu kinolarni ko'rib katta bo'lgansiz deyman-da, aka. Nimaga shu ishni sekin qilib aka? Siz o'rganib ekansiz-da. Nega shu ishni boshlab yubormadingiz aka? Hozir endi biz ham buni ochib turib Ketadi bo'lsa. Endi ishi yo'qmi ichida? Yo'q, ko'rinmadi lekin aka. Voy bile. Anar nimadir qilding sen karatdi? Bormi? Yutib yubordi mana. Buni endi skidi mashina. Anaqa ko'rinardi yarimta bo'lgan Aloddin. Men bilardim shuni. Voy bile kaltini tukib derdim-da. Shunga aqlim yetmayapti. Mana buni ko'tinga tiqqanmisan, mana kaltini o'ynaganmisan. Yutdim-da, mana uni faqat yutib yuboradi-ku. Kamerami? Kamera? Qaysi? Ha. Ha. Kamera. YouTube'ga chiqamiz aka. Ha, o. Qarshi emasmisiz? Bemalol, bemalol. Mana sizga mana bu vaqtincha kalit. Naryoqda deb zavod qilasiz. Biratla tushib tursin. So'lana. Ha, shunda tiqing, tushadi o'zi. O'chirib zavod qilib ko'ring. Naryoqda. Mana sizga kaltam. Bo'ldi, kartob. Просто men aytdim-ku mana. Eshikni nima qilamiz?